Hurmatli obunachilar, hammalaringizga katta rahmat. Polniy gaz. Kim kommentariy yozadi-yu, repost qiladi. Sizlar отдельный красавчик. Да, отдельный красавчик. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugungi bizning mehmonimiz bir haftadan beri mana bo'ladi dedik. Xullas bugunga nasib qilgan ekan. Bir sizni vaqtingiz bo'lmadi, bir meni vaqtim bo'lmadi. Ilhom aka, Nazimov akajonim, assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Bir haftadan beri hech vaqt bo'lmadi aka. Juda ham niyat bor edi. Ko'pchilikga gaplashib, Abdushiz atrof. Yo, siz mana 1 soatda bo'shayman deganingiz bor-ku, sizni 1 soatingiz bilan bizani 1 soat farqini sezmay qoldim. Nima qancha raznica qiladi? Manga sportivniy 1 soat. 5 yil ham sparing qilayotgan 1 soat. Xohlagan payt deganda, va? Bu degani qani Когда захочу. O'zi bitta savolim bor meni. Qolganlar Instagram rubrikalar. Xo'p, o'sha savol shundan iboratki, siz bilan jangdan oldin gaplashganimizda, o'sha raqibning taktikalari va o'zingizning taktikalaringiz bilan gaplashib o'tgandik. O'sha yerda siz aytgandingizki, o'zi uni bitta zarbasi bor. U ham bo'lsa o'ng qo'l bokovoy. O'sha udariga biz kuchli tayyorlanyapmiz. U udari o'tmaydi degandiz. Ming bor uzr so'rayman. Nimaga aynan o'sha zarbasi o'tdi? Nima xatoliklar bo'ldi? O'zi nima deydi? O'sha jang haqida umumiy o'zingiz gapirib bersangiz yaxshi bo'lardi aka. Короче, jang bo'yicha temani ko'taramiz, yopamiz shu bilan qarang. Jang bo'yicha juda ham bitta udar bo'ladimi? Undan tashqari hech narsa qilolmaydi. Lekin shu udarni xuddi Bruce Lee aytganga o'xshagan, men ko'rmayman deydi, mingta priyon bilayotgan odamlar. Lekin bitta odam bitta priyonni 1000 marta o'rganganlar. Bu ham shunday koronkasi juda qattiq, lekin bu men o'zim dinovatman va bilaman nima bo'lgan edi va tayyorgarlik endi boshlaganimda ro'zani birinchi hafta tugagandan keyin shu ro'zadan keyin birinchi hafta sparing boshlaganimizga sparingga Tigerda kelganimda Quvvat Hamidov bor payt. O'sha bilan sparing yaxshi tushdik juma kuni. Keyin seshanba kuni ham kelib katta perchatkada kickboksing sparing tushamiz. Bitta proxod qilyapti, ikkinchi proxod qilyapti. Meni yaxshi sparing ketyapti. Uchinchi proxod qilib ayog'ini olib yitalab ketyapti-da, короче, period takedown qilmoqchi. Lekin men zashta qilayotgan paytim shu o'ng oyog'imdan 1, 2, 3-chi marta oyog'imni ushlab qo'yganimda tam qilib eshitib ketdi-da, qanaqadir suyak urganday ovoz. Qo'rqib yiqildim. Quvvat ham aytibdi, nima bo'ldi? Men aytdim, to'xtaqan dedim, ovoz qanaqadir chiqdi. Shu bilan uyga bordim, dam oldim, keyingi kunlar ko'p shishmadi, yaxshi, 1-2 kun dam oldim, 3-chi kun kelib trenovka qilaman, lapa uraman, trener aytibdi, uklon o'tardi. Oyoq bilan bitta tepmoqchiman, oyoqni shunday tepmoqchiman, bam chiqib ketyapti joyidan. Endi bilasizmi, kresda bam joyidan chiqdi. Shu payt bildim, что, короче, o'yin o'zgardi. Endi oyoq bilan tepolmayman, bilasiz, meni hamma koronkam bu ba'zan oyoq bilan tepib, qo'ldan dalsha ishlatish. Lekin bir momentga kelib tushundim, что, короче, mayli oyoq yo'q, ikkita pichog'im o'chirildi, boshqa ikkita pichog'im bor. Shunga boksga tayyorlaymiz deb. Har sparingda ham akkuratni o'zimni sparing partnyorlarim bilan ikkitasini olgan edim, boshqalar bilan turmadim, потому что qattiq nima bo'lmasligi uchun. Shu kresiv degandan keyin boshladi tayyorgarlik ko'rish именно boks bo'yicha, потому что ayb ishlamaydi. Bo'y bo'layotgan paytda shunga ham tayyor edim. Shunga ham chotki tayyor edim. Texnический plan вообще manga даже sizga videolarni kelib jo'nataman. Ana shu правый боковойga qanaqa narsalar tayyorgarlik ko'rdik. 100% tushunarganim, lekin shu bitta ошибкамman o'zimda. Bo'y payt bitta jeb uraman qo'rnidan, ikkinchi marta, uchinchi marta shu tegishdan oldin bitta zo'r qo'yib o'tiraman, bitta oyog'im oldin ketyapti-ku, ikkinchisi bilan bokovoy qilib joyidan diq qilib chiqyapti. Jirs qilib o'g'irlayapti. Endi o'ylab ko'ring, boy ketyapti. Boyga men o'ylayman, qara oyog'imni to'g'ri qo'yash, чтобы sinmasin. Fronkingdan keyingi zarbani aytyapsiz.
По-моему, esimda ham yo'q, но esimda bor, что примерно bo'y ketyapti. Четкий kontrol qilyapman. Birinchi shu 1 minutda qanchadir полный tushib boshladim Да, uni да, qilish. да, да. Ishni man tushunaman, что man uchun juda ham медленный, ma'nosi hammasi четкий. Shu bo'yni qanaqadir burish, o'rtasida shunday kelib tix qilib oyoq chiqib ketyapti. Ishlayapsizmi? Unday chiziqlaydi bo'lyapti. Мгм. Jiz qilib o'g'riyapti. И menga signal kelyapti. Men, короче, bo'y o'tkazyapman. И plan turgan joydan fokusim 50% ketyapti oyoqqa. Мгм. Короче, ayolni qanaqadir qo'ya o'zi не дай bog' qo'ysam, o'zi bilan chiqib ketsam, или oyog'imni o'rib qo'ysam, bunday qilib qo'ysam, соперник ko'rmasin, bilmasin deb. Lekin bo'yni o'ylash kerak. Men nimani o'ylayaptimanda, короче. И shu payt qarasam sudya tinchlikmi? Men aytdim, "Balli." Endi ishonmadim hech keyin bunaqadan keyin videoni ko'rsatib keyin qarasam qanaqa bo'ldi вообще esimda ham yo'q. Короче, ana shu payt qachon har dafar kelayotganimizga например, ikkita sportsmen. U so'ladi, men distansiyaga qochaman. Distansiyaga ketaman. Shu qanaqadir ham qotib qolganman, u meni uribdi, men даже qimirlamayman orqaga qotib Да, qolganman. да, 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 да. Man ham shuni tushunmadim. O'zim ham tushunmadim nima qilib qo'ygan. Na xayol jangda bo'lmaganda. Ayolim chuchida iliq bilasizmi, bir marta chap ayolim yirtilganiga chiqib yutdi, ikkinchi marta qo'li singaniga ham yutdi. O'yladim, bu dafar ham prokatitga короче o'xshamadi. Mana shu joyda rahmatli Abdulmaratov bitta gapi bor edi. "Случайно победа бывает" deydi. Ha, bo'ladi, faqat bitta, maksimum ikkita bo'ladi. Uchinchisi bo'lmaydi degandilar-da. Shuni baribir aytmaysizmi? Yo, endi aytmoqchi bo'lganim, mana Konor Makgregorda ham yaqinda shunaqa muammo bo'ldi-ku. Bu xavfli, bu misol juda xavfli-da, qanaqadir chempionsiz-da. Juda katta risk emasmi, ya'ni travma bilan chiqish? Undan ko'ra bo'yni bekor qilish, mana travmam bor deyish varianti yaxshiroqmi yoki bunga sabab mablag'mi misolda? Endi hammaga har xil, lekin men uchun riskovat qildim. Bildim qayerga boryapman. Bildim, уже bilganam edim, что qanaqa vaziyatda risk qilyapman va bu 50-50 har xil bo'lishi mumkin. Har bo'y o'zi 50-50 lekin o'yladim, ishonaman o'tib ketadi-da. 2 marta bo'ladi, 3-marta ham o'taman deb ishonib ketdim-da. Всегда shunaqa bo'ladi. Da. Karta четко yo'q. Yutqizish, yutish sport uchun normal hol, ya'ni hech qanaqasi yo'q. Xo'p, endi akajon, mana hozir siz o'sha jangdan keyin adashmasam сразу Moskvaga uchib Rossiyaga uchib ketdingiz-a? Xo'p. Короче, ana bo'y tugadi. Razdevalka bordim. Shunday bo'lib, jangni ko'rdingiz birinchi. Da, birinchi tushayotgan paytim ko'rdim. Razdevalka o'tiribmiz terassiman bu trener bilan. Shunday o'tiribman. Ishonmayman. Trenerga bir 5 marta savol berdim. Rostdan bo'y tugadimi или o'zani chiqamizmi? Или rostdan shu uxlamayapmanmi deyman. Yo'q dedim. Hech ishonmayman. Короче, keyin o'zimga aytdim. Xo'p, ana sen menga shunaqa sinov berding. Men hozir ha, u bu deb qilolmayman. Ishonch, din ana shu yerda bilinadi. Не то, что boshqa narsalar qilish. Ana shu payt qachon vaziyat menga yoqmaydi, juda ham yoqmaydi, lekin menga bu vaziyatni rahmat deb olish kerak baribir. Ana shu payt dinni kuchligi odam biladi. И men o'zimga aytdim, menga bu yoqmaydi. Как sportsmen buni принимать qilmayman, lekin sen meni yaratgan, shu yaratganimga ishonaman va bilaman, что oxirgi marta Dubaydan qilganimdan keyin o'zimga shunday yig'lab tishlarimni qistirib, trenirovka qilib, senga ishonib berilib, ana meni chempion qilding. Bu dafar ham hozir shunday bo'ldi. Endi приготовьтесь, мы взлетаем deyiladi. Shu niyat bilan xo'p dedim, ko'zimni yopdim. Davay dedim, psixologический momentda rejim жертва bo'lmaymiz. Xo'p, vaziyat bo'ldi. Nima qilish kerak? Birinchi o'yin Ryzen kelib сразу menga aytdi, что Ilhom, sani juda 70 kiloni vaziyatini 5 yil orasida sen birinchi o'zgartirgan, istoriyaga kirgansan и juda senga как взамен поддержка qilamiz, aytganingdek biza под тебя подстроимся deb, короче, senga qarashli ishlaymiz. Nima istaysan dedi. Keyingi qadam.
Да, plan bo'yicha. Men aytdim, конечно dedim, revansh, sразу revansh dedim. Men bu bilaman, men mehnatimni va qilgan narsalarni bilaman, lekin bugun shunaqa xudo xohladi, что bu bolaga men otasi o'lgan edi, короче, ilishdan oldin обещать qilgan edi, 8 yildan beri razmda yuribdi. Men aytdim, uni ham istoriyasi yaxshi dedilar. Xudo shunaqa qildi, что unga shu poyezd shu kun kerak mendan ko'ra. Manga dedim, istayman revansh, xohlasang sentyabrlarga qadar revansh beramiz dedi senga. Men aytdim, yo'q, ikkinchi marta bu qadam mashqga qilmayman. Istayman, lekin birinchi operatsiya qilishim kerak. Operatsiyani hozir men сразу же doktorga yozaman. Juda ham yaqin kunda сразу operatsiya boshlayman. И поэтапно возвращенияni o'zim qadamma-qadam boshlayman. O'zimga ham aytdim psixologiya bo'yicha, давай Ilhom, rejim жетва qilmaymiz, qadamma-qadam. Первое nima? Qaytish uchun bu operatsiya, всё. Только fokus operatsiya. Qolgan narsani o'ylamadim. Shunday fokusni o'zgartirdim, только operatsiya. Сразу doktorga yozdim. Doktor ham juda ham kuchli. Nursulton akam, Pyotr Yan, Arman Sarukan, Volniklar juda ham kuchli. Vrach bilan bilasizmi qanday tanishganmiz? Abu Dhabi turnir Shonameli Pyotr Yan mushkulotdi. Islom Baxchi, главный boy Olivera bilan. O'sha payt sparring partnyor Pyotr Yan edi. Shonameliga. Короче, biz trenirovkani Tailandga 3 oydan beri tugatib, oxirgi 2 hafta qolganiga biz Dubayga uchib ketdik birga. Men, Pyotr и unaqa treneri Johnny Boxing degan payt. U payt Aleksey yo'q edi. Kimsa Dubay bordik, o'sha yerda bir 10 kun yashab, menga ham как раз boy berildi. UAE Warriorsga birinchi boy, birinchi boshlashim, sayat bilan birinchi boyim. O'shanga tayyorgarlik ko'rib, bo'yimni yutdim. Yutgandan keyin menga Pyotr ham bilet berildi. Okay. Tanishlar uchun o'zingiz bilasiz, отдельный sektor yaqinroq ringga bo'linadi. Короче, o'tiribman, yonimda narda qozoqqa o'xshadi, ular qittiq ko'zingman. Ruscha gaplayveraman, inglizcha, arabcha, ruscha gaplashyapti. Ruscha tanishdik. Kimsan? Qalaysan? Men ismim shunday, men ismim shunday. Menga aytibdi, men dedi, Pyotr Yanni dedi, juda yaxshi tanishib, men uni vrach deyapti. Men aytdim, yo'q, men aytdim, sen kim deydi? Men aytdim, men do'st dedi, sparring partnyor edi, men choydan dedi, mehnat qilib yurdik. Yo'q deb shunday tanishib oldik, rasm tushdim bitta. Rasm tushgandan keyin yozaman, rasmimni yuboraman. Esingga borib shunday, короче, operatsiya qilish kerak. Все dedi, без проблем ke. Taxlab cho'tka operatsiya qilamiz deb. Sako знаменитый da, O'zbekistonda uchib bo'ladi. 20 minut ichida operatsiya qilib tashladi. Kayf qilib, kulib, все qo'ydilar. Yuzimga aytdim, reabilitatsiya. O'zi ikkinchi fokusim reabilitatsiya. Juda ham qattiq fokus. Har tarafli, питание, восстановление, kapelnitsa, reabilitatsiya, trenirovka, mental. Ikkinchi qadamda turibman o'zim. Birinchisi operatsiyada, ikkinchisi o'zi reabilitatsiya, uchinchisi temp, to'rtinchisi zavay обратно poyezd qaytarish. Inshaalloh. Hozir ikkilarza. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Xudo xohlasa. O'shanga rejim жетва чисто. Okay. Akam men bu boyda bunaqadir yomon ish qilib, qo'lga tutilib, chestimni qo'yib, bunaqa bo'lmagan. Bu oddiy sport, chempionskiy уровень. Bu sotovlaykan poyezdlar unaqa emas bu. Bu нормальный достойный bo'ylar. U tepada qanday не стрёмно-da narsa. Bu erkaklar ishi. Da. Так что mana ko'pincha odamlar qanchalik bilasizmi? Без poyezd qanchalik insonlar, qanchalik человек, odam ko'rgan paytda menga birinchidan xohlamayman, что bular Ilhom chempion. Yo'q, men istayman, что Ilhom zo'r bo'ladi, plyusum chempion. Ana bu bo'lishi kerak. O'shanga poyezd bugun yo'q, erta yana paydo bo'ladi. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Har tomonlama chempion bo'lish kerak deysiz-da. Har tomon, to'ppa-to'g'ri. Inson sifatida ham Birinchi o'rinda hayotda bo'lishi kerak. Bo'lganlari to'ppa-to'g'ri. vaqtinchalik. Keyingi planlar haqida o'zi hali plan bormi yoki hali tuzilmadimi? Reja qanaqa? Sразу revanshmi yoki revanshdan oldin bitta jang, keyin revanshmi? Plan grandiozный. Hozir birinchi o'rin bu полноценный trenirovkaga qaytish. Shu tarafli hozir ikkinchi etapda turibman, reabilitatsiya. Trenerlarim ham kuchli. Plan bo'yicha Ryzen menga aytdi, senga qarashli полностью bizada 70 kiloda 3 ta odam o'zi paydo bo'lgan dedi. Undan oldin bitta edi. Keyin sen uni yutding dedi, ikkinchisidan paydo bo'ldi. То, что seni bu yutdi, bu uchinchi o'zi dedi. Bizaga hozir 70 kiloda top 3 kimni biz istaymiz yetalash va istoriya qilish.
ulasizlar deydi. O'sha uchun qachon sen tayyor bo'lasan, trenirovkani boshlading-ku deydi. Сразу начнем переговоры keyingisi bo'ling uchun dedi. Сразу revanş beramiz dedi. Men aytdim, только revanş istayman, lekin dedim istamayman что вот bunga poyez bo'lmasa bu menga qiziqarli emas dedim. Menga unaqa yo'q dedi bu. Uni urishim kerak. Menga hech nima yo'q dedim. Просто ana shu narsani qaytarmoqchiman o'zimga, tamom. Farqi yo'q dedim, kim bo'lsa. Chempion занят ko'p bo'lsa, istasangizlar pretendenskiy qilamiz. Istasangizlar сразу за пояс urishamiz. Endi уже 3 ta qadam oldin qaramayman. Ular konkretно договор plan qilib, reabilitatsiya, trenirovka. Trenirovkani boshladim, уже o'zi xudo yo'lini ochadi. Xudo xolasa. Faqat poyez, Beramiz. faqat poyezdda boravering. O'shani aytaman, menga faqat poyez kerak. Yo, lибо сразу bo'ladi за пояс, lибо bitta и boy, keyin poyez. Da. Akajon, sizga rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Dushi sizga aka. Sizga katta rahmat aka. Связь bo'lamiz aka, biz qancha сразу. Da. Любой время aka. Nimadir gapingiz bo'lsa telefon qilsangiz sразу.